Bugun sizlarga bo'rdoqiga to'g'ri buqa olish haqida ayrim maslahatlarni berib o'taman. Ularga zo'r insondarsizlar. Siz ko'rdim sizdek bir normalniy zo'r haddushi odamsiz. Og'a siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a. Turish qarab. Birinchi navbatda bo'rdoqiga buqa olishdan oldin siz o'z maqsadingiz va buqani necha oy boqishingizni aniq belgilab olishingizga to'g'ri keladi. Agar siz buqani 4 oydan 6 oygacha boqaman, 1 yilda 2 marta aylantiraman deb niyat qiladigan bo'lsangiz, 2 yashar bo'lgan, 2 tish buzgan, yoshiga to'lgan buqalarni olishingizni maslahat beraman. Chunki yoshiga to'lgan buqalarni siz 4 oydan 6 oygacha o'zingiz xohlagan natijaga olib bora olasiz. Agar siz nisbatan arzonroq olaman, hamma sharoitim bor, 6 oydan ko'proq muddat boqaman deydigan bo'lsangiz, 1,5 yashar atrofidagi endi tish buzayotgan paltarashka buqalarni olishingizni maslahat beramiz. Paltarashka buqalar boshlang'ich 2 oydan 4 oy muddatgacha o'sish davrida bo'ladi. Kam-kam yem berib borasiz va o'sishdan to'xtagandan so'ng maqsadga yem berishni boshlab 6 oydan 10 oygacha o'zingiz xohlagan natijaga olib borishingiz mumkin. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizni kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoni endi bol boqishni boshlamoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.